Barchaga xayrli kun do'stlar. Hozir YouTube kanalimga video joylayapman. Bu video elektromobil va gibrid olaman deb yurgan akaxonlarga manfaatli bo'ladi deb o'ylayman va hozirgi paytda ko'pchilik elektr olaymi, gibrid olaymi deb o'ylanib yurishyapti va bitta narsaga e'tibor berishmayapti. Aynan o'sha nimaga e'tibor berish kerakligini va tanlayotganda qaysi usul bo'yicha tanlash kerakligini video davomida aytib o'taman. Hozir men Jili Sergeli avtosalonidaman. Aynan bu yerda elektromobil va gibrid avtomobillari sotuvi bo'lyapti. Qarshingizda turgan bu ikkita katta SUV crossoverimiz elektromobil iX5 elektrda yuradigan va EMI gibrid modellarimiz bor. Aynan ko'pchilik bizga savol berishadi. Elektrda yuraymi yoki gibrid olaymi? Agar siz shaharda harakatlanishingiz ko'p bo'lsa, ya'ni 100 km yoki 150 km kamida yuradigan bo'lsangiz, sizga elektromobilni tavsiya bergan bo'lardim. Sababi bizda elektromobilimizda bilasiz, nafaqat bizda, balki boshqa avtomobillarda ham bitta elektromotor bo'ladi va u elektromotorlik kuchi shaharda erkin mashinani o'zini holatida yurishingizga yetadi. Agar siz bu elektromobilimizni dalni yo'lga yoki tog'larga yoki dovonli joylarga olib chiqadigan bo'lsangiz, bu elektromobilimizni misol 100 ga 15-16 kW desa shahar ichida, siz tog'li joylarga dalniga chiqadigan bo'lsangiz 21-22 kW yeydi. Bu degani dalni yo'llarda 2 barobar ko'p rasxod qiladi va energiyasini yutadi. Aynan aytib o'tganim, shaharda yaxshi. Agar siz shaharga kam 30-40 km yurib turib, uzoq yo'lga, viloyatlarga, vodiylarga, pervallarga chiqib turadigan bo'lsangiz, aynan gibridimizni siz uchun tavsiya qilgan bo'lardim. Bu bizning gibridimiz PHV, ya'ni подключаемый gibrid bo'ladi. Bu nima degani? Tashqi tomondan ham zaryad oladi va ichki tomondan ham zaryad beradi. Bizda ikkita motor ham ikkita balonga ulangan va ikkita motor birga ham ishlaydi, alohida ham ishlaydi. Misol uchun, benzin quyasiz, elektr zaryadlaysiz, mabodo elektringiz o'chib qolsa, benzin dvigatelda ham harakatlanasiz. Yoki tog'li joylarda, dovonlarda elektromobilni kuchi yetmasa, boya aytganimdek, bitta motorli. Bu ham bitta motor kuchi yetmasa, benzin dvigatel kuch beradi. Ya'ni balonni tortishiga, mashinani harakatlantirishiga birgalashib harakatlanadi. Asosiysi, uzoq yo'lga yurganingizda zaryadlab ham keta oladi bemalol. Ham rezetkadan zaryadlaysiz, ham mashina yurayotganda zaryadlab ketadi. Yoki shaharda ham rekuperatsiya berib zaryadlab keta oladi albatta. Bu bizni yangilangan, ya'ni Volvo texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Jili'ni PHV gibridi hisoblanadi. Ko'rib turgan gibridlar o'zini konkurentidagi barcha modellar bilan bemalol raqobatlasha oladi. Elektromobilimiz ham bemalol raqobatlasha oladi. 62 kW 510 km zapas xodi, ya'ni CLTC hisobida 510, VLTC, WLTC yurib berish masofasi 480-470 realность sizga yurib beradi. Qish paytida short bilek batareykasi qo'yganligi uchun, ya'ni litiy temir fosfat bo'lgani uchun 10-15% tushish ehtimoli bor. Shuning hisobiga sizga 400 km qish paytida 390-400 km minimum bemalol yurib beradi. Pechkalar bilan yoki abagrev yoqqaningiz bilan albatta. Gibridimizcha, gibridimiz elektromotorda 110 km yurib beradi. Shaharda 60 dan keyin avtomatik gibrid holatiga o'tadi. Agar siz kuniga 30 km yuradigan bo'lsangiz, elektr zaryadlab turib 30-40 km yursangiz bo'ladi. Albatta alohida elektr holatida. Dalni yo'lga chiqadigan bo'lsangiz 2,5-3 ta rasxod qiladi. 1.5 atmosferniy motor qo'yilgan bu yerga. Aynan hozir gibrid modelimizni alohida elektr holatida va gibrid holatida va benzinda alohida harakatlantirishini, qanday boshqarishini aytib o'taman. Xo'p, mashinada qaranglar. Nastroykasida menyuga kirsanglar, mashina holati vojdeniyga kirsanglar, mana ko'rib turganingizdek gibrid holatida turibdi. Buni elektrga o'tkazib olsanglar, faqat tokda harakatlanadi va faqat bu yoqda zaryadingizdan ketadi bu. Agar siz faqat benzinda harakatlanaman, dalni yo'llarda uzoqda desangiz, power, ya'ni benzinga o'tkazib olsangiz, benzin holatiga o'tadi. Gibrid holatiga o'tkazib olsangiz, 60 dan keyin avtomatik gibrid holatiga o'tib ketadi. Xo'p, ko'rib turganinglardek, bu bizni Jili EMI gibridimizga o'xshagan gibrid. Menimcha O'zbekistonda BYD da bo'lishi mumkin. Boshqa brendlarda bilmadim. Endi aynan o'sha brendlar nomini sanab o'tirishni xohlamayman. Ularda faqat bitta motor ishlaydi, elektromotor ishlaydi
va ikkita ballonni ham elektromotor aylantirib beradi. Biznikida boya aytganimdek, benzin dvigateli ham aylantiradi, elektromotor ham aylantiradi va birgalikda ham ishlaydi. Shuning uchun do'stlar, elektromobil yoki gibrid olayotganda bitta narsaga e'tibor beringlar. Shaharda yurasizmi, 60-70 tezlikda yurasizmi, elektromobil oling. Agar dalniga 100 ga, 150 ga chiqib, dalnida ko'p yuraman desangiz, gibrid oling. Sababi dalniga chiqdingizmi, rasxodi ko'payadi. 2 barobar ko'p energiya sarflaydi. Do'stlar, qisqa bo'lsa ham elektr va gibrid haqida, ya'ni ma'lumotni berib o'tdim. Endi manfaatli bo'ldimi yoki bu ma'lumotni ko'pchilik bilgan bo'lishi mumkin. Aynan Geely modellari qanaqa gibridligini yana ham sizga yetkazib berishga harakat qildim. Ma'lumot kerak bo'lsa yoki test drive qilishni xohlaganglar, pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar yoki bizni Geely Sergeli avtosalonimizga tashrif buyursanglar, batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying va elektromobil olaymi, gibrid olaymi deb yurgan do'stinglarga videoni yuborib qo'yinglar. Hammanglarni Geely Sergelida kutib qolamiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.